alaykum, hurmatli vazirlar, tomoshabinlar, azizlar. Nasib bo'lsa 2-aprelga ertaga, bugun 1-aprel. Ertaga aboyni boshlaymiz. Bugun shu xonalarimizni tugatib, kraskalarni qilib bo'ldik. Navbat shunga keldi. Juda ham uzun bu. 11.50 ga 4 metrlik xonamiz. Mehmonxona bu, juda ham bahaybat katta. 100 kvadratlik mana shu aboy qilamiz ertaga nasib bo'lsa. Aboylarimiz kelgan. O'sha bir neobычный aboy desam bilan gulli. Guli ko'zga sraz tashlanmaydi. 3D o'sha aboyga o'xshab ketadi, juda ham yaxshi. Sifat super mo'sh oldik, nasib bo'lsa ertaga boshlaymiz buni. Narxi xonalarni qisqacha ko'rsatib ketaman hozir. MDF'imizda bir 2 yillar bo'lgan, ustalarimiz qilib ketishgan. 180 dan o'sha 500 minggacha variant bor. 370-400 atrofida bo'ladi mana shu variantimiz. Qashqadaryoga, viloyatga bo'ladigan bo'lsa 30 ming metr kvadrat qo'shiladi, sababi o'sha ustalarimiz o'zlari olib borishadi, o'sha texnika bilan o'sha hisobga shunday narxlanadi. Azizlar, bizda patolog aboy xizmati bor, murojaat qilaverasizlar. Buni 2024-yil yoz oylarida taxlab ketganmiz. 400 kvadratga yaqin aboy, hamma xonalarimiz. 9 ta xona ishlayapmiz. Hozir asvejit rang bo'ladigan xonalarimiz alohida, o'sha aboy bo'ladigan xonalarimiz alohida bo'lyapti. Ish jarayonlarimiz davom etyapti. Podagonliklarni qo'yib, kakpolojni hammasini qilib berganmiz o'zimiz. Faqat patolog malyarka xizmati bor bizda. Pol eshik qurish boshqa usta qiladi azizlar. Biz faqat malyarka patolog qilib beramiz. Murojaat qilaverasizlar, vaqtga qarab nasib bo'lsa zakaz olib qilib beramiz. Topganlaringizga Alloh baraka bersin, sog' bo'linglar, kuzatib boringlar. Har xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu darvoza xonamiz 13 metrga 5lik, 13,5 adashmasam, 13,5 ga 5lik. 3,5 labo balandligi ham juda ham katta. Bu pastki qismlar kafil bo'ladi, burchakka va tepasi hozircha noma'lum, rang yoki o'sha travertin deydi. Rang ham bo'lishi mumkin. Hovli juda katta. O'sha travertin qilamiz deyapti, qo'shib qilib olish ham mumkin. Shunaqa variant bor. Hozir xonalarimizni ko'rsataman. Ana bu atachinda bo'lgan xonamiz, uzr, natijada bo'lgan xonamiz aboy bilan yaqin kunda. Bu xonamiz aboy bo'ldi, bir sira kraska qildik. Hozir temni bo'ldi, qorong'ilashyapti, havo kech bo'lib qolyapti. Mana bu xonamiz ham bo'ldi nasib bo'lsa va polni bir sira qildik. Hali ishlarimiz bor, to'liq obzorni ko'rsataman yana. Hozir qisqacha qilib o'tib ketay, aytib o'tib ketaman. Niyat qilganlar o'sha yerda like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, sababi biz ko'p obuna bo'l deb aytamiz, sababi o'sha boshqalar ko'radi yo foydalanasiz. Masalan, narx-navosini bilib borasiz, qurilish qilmoqchi bo'lsangiz. Qanaqa mahsulot ishlatildi, nima bo'ldi, hammasini aytib boraveramiz sizlar uchun. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Qisqacha bo'ldi. Topganlaringizga Alloh baraka bersin.